Braziliyaga kelib Neymarni ko'rmasdan keta olmasdim. Santos Atletik Mineiro bilan o'ynarkan. O'yin bo'lsa boshqa shaharda. Chemodanlarimni yig'ishtirib Rio bilan xayrlashib vokzalga ketib bordim. 43 yevroga avtobusga chipta topdim. Avtobus 8 soat yurarkan. Faqat uxlab ketdim va Braziliyaning Belo Horizonte shahriga yetib keldim. Taksiga o'tirib stadionga yaqin otelga 2 kunga $120 ga joylashdim. Cho'milib Santos futbolkasini kiyib stadionga yo'l oldim. Yo'lning o'zida uje futbol vibe kelardi. Neymarni e'lon qilishdi. Santos fanatlariga qo'shilib oldim. Ular bilan turishmanga unutilmas xotira berdi. Agarda sizlar ham sayohatdan unutilmas xotiralar olmoqchi bo'lsanglar, Aviasalzuzdan arzon aviachiptalar xarid qilinglar. O'yinchilar maydonga chiqib kelishdi. Uzoq kutilgan damlar va mana u Neymar. Stadion muxlislarga to'ldi. Neymar 80-minutgacha o'ynadi, keyin zaxiraga olindi. Eng qizig'i bittasi yugurib chiqib rasmga tushib oldi. Endi bu bolaning taqdiri nima bo'lar ekan? Neymar bilan bog'liq hikoya hali tugamadi. Rasmga tushish uchun uni otelini topib bordim. Agar davomi qiziq bo'lsa kommentariyaga Neymar deb yozib qoldiringlar.